Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va oilasida keksalari bor yurtdoshlar. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki indeksatsiyadan keyin pensiya va nafaqa summalari qanday o'zgarishi? 1 avgustdan boshlab kim qancha olishi, kimning puli avtomatik o'sishi, kim esa alohida murojaat qilishi kerakligi ko'pchilikni qiziqtiryapti. Men bu mavzuni oddiy tilda, raqamlar va hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha odamni o'ziga tegishli puldan bexabar qoldirishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerning o'ziga, balki uning farzandlari, nevaralari va butun oilasiga ham tegishli. Avval ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitishi bilan hamma bir xil miqdorda ko'proq pul oladi deb o'ylaydi. Aslida indeksatsiya shunday ishlaydiki, har bir odamning holati alohida hisoblanadi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladi, yana kimdir eng kam pensiya yoki ijtimoiy nafaqa oladi. Shuning uchun yangi summa ham har bir kishi uchun bir xil bo'lmaydi. Kimning ish staji ko'p bo'lsa, avvalgi ish haqi yuqori bo'lgan bo'lsa, hujjatlari to'liq bo'lsa, uning pensiyasi boshqacha shakllanadi. Kimda staj kam bo'lsa yoki ayrim yillar hujjat bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, u boshqa miqdor oladi. Oldin qanday edi? Oldin pensioner o'ziga belgilangan pensiya miqdorini olib kelardi. Indeksatsiya e'lon qilinganda esa ko'p hollarda tizim avtomatik qayta hisob-kitob qilardi. Ammo odamlar ko'pincha aynan qaysi qism oshganini tushunmas edi. Pensiyaning asosiy miqdori bormi, ustama bormi, kompensatsiya bormi, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov bormi? Bularning hammasi bir chekda umumiy summa bo'lib ko'rinadi. Natijada odam menga kam qo'shildi, qo'shnimga ko'proq qo'shildi. Nega bir xil emas degan savollar bilan sarson bo'ladi. Endi nima o'zgaryapti? Indeksatsiyadan so'ng yangi summalar avgustdan qo'llanishi aytilganda, bu eng avvalo pensiya va nafaqalar qayta ko'rib chiqiladi degani. Lekin bu yerda juda muhim nuqta bor. Qayta hisoblash har doim ham odamning qo'liga birinchi kundanoq katta farq bilan pul tegadi degani emas. To'lov sanasi bank kartasiga tushish kuni pochta orqali yetkazish grafigi. Hududiy jamg'arma tizimidagi qayta hisoblash jarayoni va avvalgi oy bo'yicha qarzdorlik yoki ushlanmalar bo'lsa, bular yakuniy summaga ta'sir qilishi mumkin. Men avvalo shuni aniq aytaman. Pensiya miqdorini faqat umumiy xabarga qarab hisoblab bo'lmaydi. Har bir pensioner o'zining avvalgi pensiya summasini, qaysi turdagi pensiya olayotganini, qo'shimcha ustamalari bor yo'qligini, bank kartasiga yoki naqd tarzda olayotganini bilishi kerak. Agar siz mening pensiyam falon so'm edi, endi qancha bo'ladi deb so'rasangiz, aniq javob berish uchun sizning pensiya ish hujjatingizdagi tarkibiy qismlarni ko'rish kerak bo'ladi. Oddiy misol olaylik. Birinchi pensioner deylik yoshga doir pensiya oladi va uning avvalgi oylik puli 1 million 200 ming so'm bo'lgan. Indeksatsiya foiz asosida qo'llansa, bu summa ma'lum foizga oshadi. Ammo uning ichida alohida ustama bo'lsa, hamma qism bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Shuning uchun odam faqat 1 million 200 mingga foiz qo'shaman deb hisoblab, keyin kartasiga tushgan puldan hayron qolishi mumkin. Ikkinchi misol, bir ayol 62 yoshda ish staji bor, lekin bir necha yil kolxozda ishlagan davri bo'yicha hujjatlar to'liq topilmagan. U eng kam miqdorga yaqin pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi oshadi, ammo agar yetishmayotgan staj hujjatlari topilsa, pensiya alohida qayta hisoblanishi ham mumkin. Ya'ni indeksatsiya bir masala. Hujjatlar asosida pensiyani qayta ko'rib chiqish boshqa masala. Ko'pchilik shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Uchinchi misol, bir ota nogironlik pensiyasi oladi. Uning nogironlik guruhi mehnat staji, parvarish ehtiyoji, tibbiy xulosalar muddati kabi jihatlar bor. Agar nogironlik muddati uzaytirilmagan bo'lsa yoki tibbiy ko'rik hujjatlar vaqtida yangilanmagan bo'lsa, indeksatsiyadan ko'ra avval to'lovning davom etish masalasi muhim bo'lib qoladi. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar sanalar va hujjatlarga alohida e'tibor berishi kerak. To'rtinchi misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilada 2 nafar bola bor. Ulardan biri voyaga yetmagan, ikkinchisi esa o'qishda. Bunday holatda to'lov bolaning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi va tegishli ma'lumotnoma taqdim etilganiga bog'liq bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin umumiy summa oshishi mumkin. Lekin agar talabalik ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish yuzaga kelishi ehtimoli bor. Demak, bu oilada faqat pul oshadimi degan savol emas,
huquqni tasdiqlovchi hujjatlar joyidami degan savol ham muhim. Menimcha, eng avvalo pensiya summasi oxirgi oylarda noto'g'ri tushayotgandek sezilgan odamlar tekshirtirishi kerak. Masalan, avval 1 million 500 ming olgan bo'lsangiz, keyin 1 million 130 ming tushgan bo'lsa, yoki har oy summa turlicha bo'lib qolgan bo'lsa, buning sababini bilish zarur. Ba'zan bank kredit ushlanmasi bo'ladi. Ba'zan ijro hujjati bo'ladi. Ba'zan ortiqcha to'langan pul keyingi oylardan ushlab qolinadi. Pensioner esa buni pensiya kamaydi deb tushunadi. Aslida pensiya miqdori boshqa, qo'lga tegayotgan pul boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi xavotir guruhi hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Lekin korxona ma'muri aniq, arx ma'lumotnomasi yo'q. Ism familiyada bitta harf farqi bor. Tug'ilgan sana boshqa yozilgan, nikohdan keyingi familiya almashgan, lekin tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmagan. Mana shunday kichik ko'ringan muammolar pensiya hisobida katta farq berishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda ishlagan ayollar, qishloq xo'jaligida mavsumiy ishlaganlar, zavod fabrika yopilib ketgan joylarda ishlaganlar arxiv masalasiga befarq bo'lmaslik kerak. Uchinchi xavotir guruhi chet elga chiqib kelgan yoki vaqtincha boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. To'lov manzili, bank kartasi, doimiy yashash joyi, pensiya ishining qayerda yuritilishi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar odam boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, lekin pensiya ishi eski hududda qolgan bo'lsa, ayrim amaliy masalalarda kechikishlar bo'lishi mumkin. Bu har doim ham pul yo'qoladi degani emas, lekin ortiqcha yugur-yugurga olib keladi. Agar siz pensiyangizni har oy muntazam olib kelayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, nogironlik muddati yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha tasdiqlovchi hujjatlar joyida bo'lsa, ko'p holatda indeksatsiya avtomatik qo'llanadi. Ya'ni har bir pensioner albatta borib ariza yozishi shart bo'lmasligi mumkin. Tizimdagi qayta hisoblash umumiy tartibda amalga oshiriladi. Lekin men baribir bitta narsani tavsiya qilaman. Birinchi to'lov tushganda summani tekshiring. Eski summa bilan yangi summani solishtiring. Bank ilovasida kirimni ko'ring. Pochta orqali olsangiz, to'lov vedomosidagi summani so'rang. Agar tushunarsiz farq bo'lsa, darhol xulosa chiqarmang. Avval rasmiy izoh oling. Chunki ko'p odamlar qo'shnidan eshitgan raqamga qarab xavotirga tushadi. Qo'shningizning staji, pensiya turi, qo'shimcha ustamasi siznikidan farq qilishi mumkin. Pensiya oshganda odamlar menga qancha qo'shiladi deb so'raydi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Avval sizning bazaviy pensiya miqdoringiz bor. Keyin ayrim hollarda ish staji, ish haqi, mukofotlanganlik, nogironlik holati, urush yoki mehnat faxriyligi, parvarishga ehtiyoj, boquvchisini yo'qotganlik kabi asoslar bo'yicha qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, ayrim to'lovlar ijtimoiy nafaqa sifatida belgilanadi. Indeksatsiya qaysi to'lovlarga qanday tatbiq qilinishi normativ hujjatda aniq yoziladi. Masalan, bir pensionerning kartasiga 1 million 800 ming so'm tushardi. Indeksatsiyadan keyin u 2 million atrofida pul kutyapti. Lekin kartaga 1 million 950 ming tushdi. U darhol menga kam berishdi deb o'ylaydi. Tekshirilganda ma'lum bo'lishi mumkinki, oldingi oyda unga bir martalik to'lov qo'shilgan bo'lgan yoki kredit bo'yicha ushlanma kamaygan bo'lgan. Shuning uchun solishtirishda faqat bir oyga emas, kamida 3 oylik tushumga qarash kerak. Yana bir misol. Bir pensioner 900 ming so'm atrofida nafaqa olgan. Yangi tartibdan keyin eng kam miqdor ko'tarilgan bo'lsa, uning summasi sezilarli o'zgarishi mumkin. Bunday holatda eng kam pensiya va nafaqa oluvchilar uchun indeksatsiya juda muhim. Chunki oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar narxi oshgan paytda eng kam to'lovlarning ko'tarilishi bevosita kundalik hayotga ta'sir qiladi. Odam non, yog', dori, yo'l haqi, elektr va gaz uchun hisob-kitob qiladi. Shuning uchun bunday o'zgarishni oldindan bilish oilaviy byudjetni rejalashga yordam beradi. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. 1 avgustdan kuchga kiradi degani, hamma odam 1 avgust kuni ertalab yangi pulni oladi degani emas. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir oxiriga yaqin oladi. Bank va pochta to'lov grafigi bor. Agar siz 10 avgustda oladigan bo'lsangiz, yangi miqdor o'sha to'lovda aks etishi mumkin. Agar texnik qayta hisoblash kechiksa, farq keyingi to'lovda qo'shib berilishi ehtimoli bor. Buni aniqlash uchun hududiy pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik shart, hamma o'sish bir xil foizda sezilmaydi. Odamlar foiz e'lon qilindi, demak mening pulim ham aynan shu foizga ko'payadi deb o'ylaydi.
Lekin pensiya tarkibida oshiriladigan va oshirilmaydigan qismlar bo'lishi mumkin. Ayrim kompensatsiyalar, bir martalik to'lovlar yoki alohida tartibdagi qo'shimchalar boshqa qoida bilan yurishi mumkin. Shu sababli yakuniy farq oddiy kalkulyatordagi hisobdan biroz boshqacha chiqishi mumkin. Uchinchi nozik jihat qarzdorlik ushlanmalar. Agar pensionerning kredit bo'yicha avtomatik ushlanmasi bo'lsa, aliment yoki ijro hujjati bo'yicha ushlanma bo'lsa, ortiqcha to'langan pensiya qaytarilayotgan bo'lsa, yangi pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul kamroq ko'rinishi mumkin. Bu holatda pensiya oshmagan emas, balki pensiyadan ushlanayotgan summa bor. Shuning uchun bankdan yoki tegishli ijro organidan ma'lumot olib, aynan nima uchun ushlab qo'linayotganini bilish zarur. 4-nozik jihat bank kartasi muammolari. Ba'zan pul hisoblangan bo'ladi, lekin karta muddati tugagan. Karta bloklangan, bankdagi hisob raqami o'zgargan, telefon raqam almashtirilgan, plastik karta egasi vafot etgan, meros masalasi ochilmagan bo'ladi. Bunday holatda odam pensiya tushmadi deydi. Aslida esa to'lov texnik sabab bilan ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Pensionerlar kartasining amal qilish muddatini, bank ilovasidagi kirimlarni, SMS xabarlarni tekshirib yurish kerak. 5-nozik jihat vakil orqali olish. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, uzoqdagi farzandi yoki boshqa vakil orqali pensiya olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ishonchnoma tugagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqadi. Ayniqsa yoshi katta. Harakatlanishi qiyin bo'lgan insonlar uchun bu masalani oldindan hal qilish kerak. Notarial ishonchnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank talablari barchasi joyida bo'lsa, oila ortiqcha muammoga duch kelmaydi. Eng ko'p uchraydigan xato norasmiy xabarlarga ishonish. Telegram guruhida kimdir hammaning pensiyasi falon so'm bo'ladi deb yozadi. Odamlar esa shunga ishonib, o'z summasidan norozi bo'lib qoladi. Men har doim aytaman. Pensiya bo'yicha asosiy manba rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi ma'lumoti, MyBookKBuz orqali ko'rinadigan ma'lumotlar yoki hududiy bo'limning yozma javobidir. Qo'shni tanish guruhdagi audio xabar asos bo'la olmaydi. Ikkinchi xato, hujjatni tekshirtirmaslik. Ko'pchilik men pensiyaga chiqqanman, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida ayrim holatlarda qo'shimcha staj topilsa, arxivdan ma'lumotnoma chiqsa, ish haqi bo'yicha tasdiq topilsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bu ayniqsa Sovet davrida ishlaganlar, korxonasi tugatilganlar, mehnat daftarchasi yo'qolganlar uchun muhim. Agar birgina 5 yil staj tasdiqlansa, bu kelajakdagi har oyga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi xato og'zaki murojaat bilan cheklanib qolish. Pensioner bo'limga boradi, xodimdan so'raydi, javob eshitadi va uyga qaytadi. Keyin masala yechilmasa, qo'lida hech qanday dalil bo'lmaydi. Men tavsiya qilaman. Muammo bo'lsa, albatta yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Arizada ism, familiya, JSashir, telefon raqam, manzil, pensiya turi, muammo mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Shunda javob ham rasmiy bo'ladi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oy olgan pensiya yoki nafaqa summangizni yozib chiqing. Bank kartasidan olsangiz, bank ilovasidan kirim tarixini ko'ring. Pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki to'lov ma'lumotini saqlang. Eski summa, yangi summa, tushgan sana va ushlanma bo'lsa, ushlanma miqdorini alohida yozing. Bu oddiy daftar bo'lsa ham bo'ladi. Muhimi raqamlar aniq bo'lsin. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami yoki boshqa turdagi to'lovmi? Chunki har bir to'lovning hisoblash tartibi boshqacha. Agar pensioner o'zi aniq bilmasa, farzandi yoki yaqinlari bilan birga pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki elektron xizmatlardan ma'lumot olishi mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, JSashir, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar, talabalik ma'lumotnomasi, bank karta rekvizitlari tayyor bo'lsin. Har bir hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. Katta yoshli insonlar uchun buni farzandlari qilib berishi juda foydali. 4-qadam, agar summa tushunarsiz bo'lsa, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga 2 avgustdan keyingi indeksatsiya hisobga olingan pensiya miqdorini, uning tarkibiy qismlarini, mavjud ushlanmalarni va qayta hisoblash asoslarini tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, siz umumiy gap emas,
aynan hisob kitob bo'yicha javob talab qilgan bo'lasiz. 5-qadam, agar bo'limga borish qiyin bo'lsa, elektron murojaat qiling. myPand.uz. Rasmiy qabul portallari yoki pensiya jamg'armasining aloqa kanallari orqali murojaat yuborish mumkin. Murojaatda faqat pensiyam kam deb yozmang. Qaysi oyda qancha olganingizni, oldin qancha edi, keyin qancha tushdi, qaysi sanada tushdi. Kartami yoki pochtami, barchasini ko'rsating. Raqamlar aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. 6-qadam, arxiv masalasini tekshiring. Agar ish stajingiz to'liq hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, avval qayerlarda ishlaganingiz ro'yxatini tuzing. Korxona nomi, ishlagan yillar, lavozim, tuman yoki shahar, o'sha davrdagi familiyangiz, qo'lingizda bor hujjatlar. Keyin arxivga so'rov yuboring. Ba'zan korxona tugatilgan bo'lsa ham, hujjatlar davlat arxivida bo'ladi. Topilgan bitta ma'lumotnoma ham pensiyangizni qayta hisoblashda yordam berishi mumkin. 7-qadam, o'zingizga tegishli huquqni bilib oling, lekin shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarmang. Pensiya tizimida har bir raqamning hujjatli asosi bo'ladi. Agar sizga hammasi to'g'ri deyishsa, hisob-kitobni tushuntirib berishni so'rashingiz mumkin. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qilish huquqingiz bor. Lekin buni hissiyot bilan emas, hujjat, raqam va dalil bilan qiling. Tasavvur qiling, Toshkent viloyatida yashaydigan 7 yoshli otaxon har oy pensiyasini kartadan oladi. U avgust oyida pul oshishini kutdi. Lekin kartaga avvalgidan faqat ozroq farq tushdi. Farzandi bank ilovasini tekshirib ko'rsa, otaxonning eski kredidan avtomatik ushlanma bor ekan. Demak, pensiya qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Lekin qo'lga tegayotgan pul ushlanma sababli kam ko'ringan. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga emas, avval bankdagi ushlanma va kredit jadvaliga ham qarash kerak. Yana bir vaziyat. Samarqandda yashovchi onaxon umrining bir qismini maktabda, bir qismini esa tuman tashkilotida ishlagan. Pensiyaga chiqqanda ayrim yillar hisobga olinmagan, chunki hujjatlar topilmagan. Indeksatsiyadan keyin u pensiyasi o'z oshgandan norozi bo'ladi. Keyin farzandlari arxivdan ma'lumotnoma olib keladi va qo'shimcha staj tasdiqlanadi. Natijada masala faqat indeksatsiya emas, pensiya ishini to'liq qayta ko'rib chiqish darajasiga chiqadi. Mana shuning uchun hujjat yig'ish juda muhim. 3-vaziyat. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilada bola kollej yoki universitetda o'qiydi. To'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Oila pensiya oshadi degan xabar bilan band bo'lib, ma'lumotnomani vaqtida topshirmaydi. Keyin to'lovda uzilish bo'ladi. Bu indeksatsiya bilan bog'liq muammo emas. Huquqni tasdiqlash hujjati kechikkanidan kelib chiqqan muammo. Shuning uchun har bir nafaqa turi bo'yicha o'z shartlariga e'tibor berish kerak. 4-vaziyat. Nogironlik pensiyasi oluvchi insonning tibbiy ko'rik muddati tugagan. U yangi summani kutadi, lekin tizimda nogironlik maqomini tasdiqlash masalasi ochiq turadi. Bunday holatda birinchi navbatda tibbiy komissiya, xulosa muddati va tegishli hujjatlar hal qilinadi. Keyin pensiya yoki nafaqa to'lovi tartibga tushadi. Demak, indeksatsiya haqida eshitgan odam avvalo o'zining asosiy huquq hujjatlari amal qilayotganini tekshirishi zarur. Men pensionerlarga shuni aytaman, hech qachon kartangizni, PIN kodingizni, SMS kodini begonalarga bermang. Pensiya o'sishi haqida xabarlar ko'paygan paytda firibgarlar ham faollashadi. Yangi pensiya summasini chiqarib beramiz. Indeksatsiya uchun karta raqamingizni yuboring. SMS kodini ayting degan gaplarga ishonmang. Rasmiy tashkilot xodimi sizdan bank kartangiz PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu xavfli belgi. Yana bir muhim jihat, pensiyaning o'zi bo'limga bora olmasa, farzandlari yordam berishi kerak, lekin hamma ishni og'zaki qilish kerak emas. Hujjatlarni yig'ish, ariza yozish, elektron murojaat yuborish javoblarini saqlash kerak. Bir necha oy o'tgach, falon kuni borgan edik deyishdan ko'ra, qo'lda ariza nusxasi yoki elektron murojaat raqami bo'lgani ancha kuchli dalil bo'ladi. Agar sizga yangi summa tushgan bo'lsa, uni faqat xarajatga qarab emas, reja bilan ishlating. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarz yoki kredit, uy ro'zg'or ehtiyojlari bo'yicha alohida hisob qiling. Indeksatsiya hayot xarajatlarini qoplashga yordam beradi, lekin u oilaviy byudjetni tartibli yuritishni ham talab qiladi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar uchun farzandlar har oy kelib to'lovlar, kvitansiyalar, bank kartasi holatini tekshirishi foydali. Demak, avgustdan keyingi indeksatsiya pensionerlar va nafaqa oluvchilar uchun juda muhim o'zgarish. Lekin yangi summa har bir odamda bir xil bo'lmaydi. Hammasi pensiya turiga, avvalgi hisob-kitobga, stajga, hujjatlarga, qo'shimcha ustamalarga
bank yoki pochta to'lov grafikiga ushlanmalar bor yo'qligiga bog'liq. Men sizga eng muhim narsani yana bir bor aytaman. Pul tushganda summani tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga soling. Tushunarsiz holatda yozma murojaat qiling va norasmiy gaplarga ishonib qolmang. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bor bo'lsa, bu ma'lumotni albatta ularga yetkazing. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda yangi summa tushdimi? Qancha farq bo'ldi? Qanday savollar paydo bo'ldi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va xabarlarni kuzatib boring. Chunki pensiya va nafaqadagi har bir o'zgarish oilangiz byudjetiga bevosita ta'sir qiladi.